Evvel ilimni birinci başlagan vaqtda hammani adashgan deb ko'ra berasizda, bir siz olimsiz da. Buna İmam Şatibini El-İtisam degan kitobida bir ajoyib gap gapiribdi. İmam Şatibi. İmam Şatibi deganga bir narsa esime tushib, bemalolmiz qo'y hozir. Ha, bemalol. İmam Şatibi bilasizmi? Qiroat naqalar ustozi. 1000 bayt yozgan ekan shu ashir qiroat bo'yicha, qiroatlar, Qur'onni qiroatlari o'qilishlarida 1000 bayt yozgan ekan. 1000 bayt yozib, shu bilan 1000 bayt yozgandan keyin endi kitobi mashhur bo'lib ketgan ekan, Şatibi kitobi. Tarqatay desa qo'rqqan ekan. Adamlar maqtab, "Voy" deb maqtab qo'yib, ixlosim ketib qolib, Alloh uchun bo'lmay qolsa, shuncha qilgan amalim, qo'y tarqatmayman deb kitobini chiqarmabdi. Keyin shuni olib yurib adamlar kelib, "Chiqarsangiz-chi, ustoz kitobingizni chiqaring" deb buni taklif qilishar ekan. Shunda bir kun Makka ga kelibdi. Makkani 100 marta tavof qildi deydi. "Ya Rabbi, agar shu kitob sen uchun xolis, Alloh sen uchun yozgan bo'lsam, o'zing tarqatgin. Agar sen uchun bo'lmay, bir maqtov uchun, birovlar uchun, ko'z uchun bo'lsa, chiqarma" deb 100 marta tavof qildi Makkani. 100 marta tavof degani har bir tavofingiz 7 din bo'ladi. 700 marta bo'lsa, 100 marta. Tavof. Bo'lganidan keyin ham ko'ngliga g'ijil kelibdi-da. To'xtay tur. Yana chiqarib qo'yib Alloh uchun bo'lmay qolmasa debdi-da. Har kuni bir shu narsa meyrini tirmalar ekanda qalbini. Kitobni chiqar der ekan, ichi bir xayolda Alloh uchun bo'lmay qolsa deb qo'rqar ekan. Kitob shu bilan bir idishga solibdi-da deydi, kitobni deydi. Bir idishga solib, shunda dengizga boribdi-da, aytdi: "Ya Alloh, agar sen uchun bo'lsa, bir joydan o'zi topilib o'qiladi. Sen uchun bo'lmasa, shu qurib ketsin" deb dengizga atib yuboribdi. Kitobini bankaga solib, dengizga atib yuboribdi. Atib yuborgan ekan. Bir oy o'tibdi, jimjit 2 oy, alhamdulillah, Alloh uchun emas ekan, qutuldim deb nafs xotirjam bo'lib o'tirsa, eshik taqillatdi. Shogirdlar kirib, "Ustoz, bir odam sizni so'rayapti. Masalasi bor ekan. Ha, kirgizinglar" desa, kirib. Ha, keling desa, "Men bir anaqaman, baliqchiman. Baliq tutib o'tirsam, bir banka oqib keldi. Bankani ochsam, ichidan shu kitob chiqdi. Bir shu kitobni tushunsa, İmam Şatibi tushunadi deb sizni oldingizga ko'tarib keldim" deb kitobni qaytib ko'tarib kelgan ekan boya odamni. Ko'rdingizmi, 3 oydan keyin ko'tarib kelgan ekan boya. Shunda alhamdulillah deb keyin tarqatgan ekan boyasini. Ixlosini aytaman bu kishilarni. Shunchalik ixlosli odamlarning gapini aytmoqchiman. İmam Şatibi kim ekan, birovni ayta soldi demasin deyapman-da. İmam Şatibi aytadiki, firqalanishlikni, odamlarning bo'linib ketishlik, tafriqa, ixtilofning birinchi sababi bir kishi ozgina ilm oladi-da, o'zini ijtihod ahlidiman, fiqh ahlidiman deb sanab qoladi va o'zgalarni esa zalolatli deb o'ylaydi. Shun bilan vaholanki o'zi u ijtihod darajasiga yetmagan bo'ladi. Shun bilan deydi, dinni bir bo'lagini oladi, bir bo'lagini tashlaydi. Hozirgi endi nimada mana shunday hozir narsalar ko'p-da. Yoshlik vaqti insonni, boshqa yoshlarimizni anaqasa, endi ilmga qadam qo'yadi-da, keyin nima qiladi? O'zini ijtihod ahliman deydi-da. Raddiya bersin. 3-4 ta kitob o'qiydi, o'qisa. Kitobi sanoqliq qo'yindi, o'qiydigan kitob. Keyin men shayxman deb chiqamiz-da endi. Ata-bobolarimiz din bilgan deb chiqiladi keyin.